Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari, bizni kuzatib boruvchi kuzatuvchilar, agrotexnika ishqibozlari. Toshkent shahri Izza bozori oldida joylashgan agrotexnika do'konimizda ko'pchilik klientlarimiz so'ragan, kutgan Kentavr motobloklarni yangicha rusumdagi variantdagilari yetib keldi. Sizlarga to'liq obzorini qilib, narxi bilan tanishtirib o'taman. Xohlaganlarga arzonchi motobloklarimiz ham bor, kelgan. Bularni ham sizlarga to'liq ma'lumotini berib o'taman. Xo'p, nimaga arzon, bu nimaga qimmat? Sizlarga hozir hamma yo'g'ini nuqta virgulgacha sizlarga to'liq ma'lumotini berib o'taman. Bo'lmasa videomizni boshlaymiz. Ko'rib turgan bu ko'rinishdagi motoblogimiz Kentavr Tiller motoblogi hisoblanadi. Sifat bo'yicha ham har qanday motoblog bilan 100% raqobatlasha oladi. Mana degan eng zo'r motoblogingiz bilan ham solishtirib ko'rishingiz mumkin. Ishlatgan klientlarimiz juda ham yaxshi bilishadi, sifatlari qanday qulayliklarga ega ekanini. Hozir ko'rib turgan modelimiz 13 ot kuchligi hamda 15 ot kuchligi, 188 motor, 190 motor, gabariti bir xil. Rol karovka sistemalari bir xil, faqat motor portionda farqi bor. Ya'ni 88 salgina kichkina, 90 kattaroq variantda bo'ladi. Hop, 88imizga shuni nima beradigan bo'lsak, ma'lumot beradigan bo'lsak, hop, kalit starterli varianti, balonlari 612, turgan joyda pachimnili buriladi. Hop, baklari 5 litrli sig'imga ega. Balonlarni ham ko'rib turibsizlar, o'sha yaxshi balonlardan qo'yilgan. 90 gradusga buriladi. Motoblogimiz universal, ya'ni turgan joyda pachimnili jatga qo'ysangiz ham bo'ladi, rotorni kasilga qo'ysangiz ham bo'ladi, arava qo'yasizmi, har qanday ishingizga 5 perdelga birga bir tushadi. Hop, skorlarini ko'rsatadigan bo'lsak, skorlari tepada joylashgan. Hop, oldiga ikkitadan skorsi bor, oldiga bittadan zadniy skorslari bor. Rollarni o'zingiz bo'yingizga qarab bemalol moslab, mana pachimligini ko'rib turibsizlar, bemalol moslab qatori orasiga tushirishlaring mumkin bo'ladi. Eng qulaylik jihatini ko'p videolarda har doim aytaman. Buni motoblok ishlatgan akalarimiz juda ham yaxshi bilishadi. Freza qilganda, yer qaydiganda birinchi joydan mana shu joydan sinib ketadi. Любой motoblok mana shu joydan sinib ketadi. Sababi bitta palisli bo'ladi. Bu двойной qilingan. Ko'rib turibsizlar, arqalari ham juda ham baquvvat qilib ishlangan. Vomiga ahamiyat berasizlar, jatga, rotorni kasilga hamma narsa qo'yib, bemalol ustanovka qilib ishlatsalaring bo'laveradi. Aytib o'tganimdek, perdelka qilinmaydi. Rasxoti soatiga 1 litr 200 gacha rasxot qiladi 13 taligimiz. 15 talik so'raganlarga ham shu ma'lumot hamma yo'q, bunda ham bor, faqat bu 15 ot kuchi hisoblanadi. Kalit starterga zavat bo'ladi. Rasxoti 15 taligimiz 1,5 litrgacha rasxot qilib beradi. Bunga ham rotorni kasilga jatga qo'yib bemalol ustanovka qilib ishlatsalaring bo'laveradi. Akkumulyatorlari ham o'sha katta Damazzi akkumulyatoridan qo'yilgan bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, hop, komplektini aytib o'taylik. Komplektida 5 qatordan qalin pichoq bo'ladi bularniki. Boshqa motobloklardan farqi bor. Pichoqda ham solishtirib beramiz, farqi bor. 5 qatordan pichoqlar komplekt holatda ichida chiqar, 40 talik pichoqqa ega. Kimga qiziq bo'lsa, narxi 7 million 900 ming so'm chiqyapti hozirgi kunda. 15 talik motoblogimizni, 13 talik motoblogimizning narxi 7 million 700 ming so'm. Ya'ni 200 ming so'm farqi bor. Komplektda 5 qatordan 10 qator freza qo'shib beriladi ikkovida ham. Do'konimizga kelsalaring, yurg'izib tekshirib beramiz. Ya'ni moylari, benzinlari o'zimizdan hamma yo'g'ini quyib, atido qilib qo'lingizga topshiramiz. Endi ko'pchilik aytishi mumkin, hop, bu 7 million 700 ming ekan, 7 million so'mga ham 15 talik olishimiz mumkin. Arzon variantlari bor-ku degan klientlarimiz uchun arzonchi motobloklarimiz ham kelgan. Hop, bu nimaga arzon? Ko'rinishini ko'rib turibsizlar. Rullari, buni ham motori, lekin 190 motor, katta motordan qo'yilgan. Farqi nimada? Farqi balonlari kichkina bo'lishi mumkin. Ya'ni bespachimlik burilmaydi, baloni kichkina. Xo'p, akkumulyatorlarigacha daji kichkina, rullari kalta variantdan. Bunda ham oldiga ikkita, bittadan zadniy skors bor, tepda joylashgan. Ruli kaltaligi bu motoblokka jatga toqib bo'lmaydi, hamda arava telashga ham qo'yib bo'lmaydi. Sababi rullari juda ham kalta qilib ishlangan. Aytib o'tganimdek, balonlari kichkina variantidan. Xo'p, bu motoblogimizdan ham xohlovchilar uchun bor. Xo'p, buni 17 ot kuchligi bor, 15 ot kuchli variantlari bor. 15 ot kuchligimizning narxi
6,5 million so'm chiqadi. 7 million so'mga 17 ot kuchligini qilib beramiz. Daji 17si ham buni 13 ot kuchligidan arzon yuradi. Farqini shuning uchun tushuntirib qo'yapman. Qayerdan, kimdan qanaqa motoblok olishingizdan qat'iy nazar arzon motoblok so'raganlar uchun bor aytib o'tganimdek 7 million so'mdan qilib beramiz. Yangi holatda, upakovka holatda beramiz. 17 ot kuchligi. Shu ixchamroq, ruli kaltaroq variantidan bor. Xohlovchilar uchun Kentavr so'raganlar uchun Kentavrlarimiz bor. Bular gabariti lekin anchagina katta bunga qaraganda mana hozir xo'p, uzoqlashtirib ko'rsataman. Mana gabaritini ko'rib turibsizlar. Bular anchagina katta, baquvvat traktorlar hisoblanadi. Tushunadi, ishlatgan akalarimiz juda ham yaxshi bilishadi. Kesaylar do'konimizga, xohlasanglar arzonchi variantidan bor, xohlovchilar uchun sifatli motobloklarimizni ham taqdim etamiz. Aytib o'tganimdek, qanaqa motoblok olishingizdan qat'iy nazar, benzinli olasizmi, salarkali olasizmi, moy, benzin, karovka moy, motormi hamma yo'q o'zimizdan yurg'izib, ishlatib, tekshirib beramiz akalar. E'tiboringlar uchun rahmat. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar, salomat bo'lasizlar. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. E'tiboringlar uchun rahmat.